Yine bir motosikl. Nerslar. Bu suxoy охлаждение, antifrizli emas, bular suxoy suv tomiladi. 2 litr bilan yuk bilan motor bo'lsa 3 litr bilan 100 km yo'l yuradi. Mototsikl holati yaxshi, perere ishlab turibdi, fara, favorati, signali, zadniy xotlari bor, понижение yurishlar bor. Knopkada yonadi. Knopkada yonadi. Motor sostoyaniyasi zakonniy, maysa yemaydi, kamaytirmaydi. Urg'ondan yonib chiqdi. Yuk hajmini keladigan bo'lsak 1 tonna, 1,5 tonnani zakonni qiynalmay tortadi. Atsizda ishi bormi, molxonasining ishi bormi, bir xo'jalikning bari ishini yuritadigan mototsikl. Benzinlar kuchli bo'ladi. Benzinlar kuchli bo'ladi. To'g'ridan yaxshi. Ramlar bular, nerv starlar boshda kelgan, bularda haqiqiy sifat mavjud bularda. Hozir